Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Yevropa Chempionlar Ligasi 8 dan 1 final javob uchrashuvlari. Bugun yanada qiziq bahslar ostonada. Yevropa klublari o'rtasidagi eng nufuzli musobaqalardan biri, Chempionlar Ligasi 8 dan 1 final bosqichi davom etmoqda. Bugun jamoalarning javob bahslari bilan futbol muxlislari yana bir bor futbol olamidagi eng yuqori darajadagi qarama-qarshiliklarga guvoh bo'ladi. Soat 22:45 da Portugaliyada Sporting Norvegiyadan kelgan uchar vikinglarni qabul qiladi. Ya'ni Budio Glimtni. Qolgan 3 ta o'yin tungi soat 1 da boshlanadi. Bu o'yinlar Arsenal va Bayern, Chelsea va Parij, Manchester City va Real Madrid o'yinlari bo'lib o'tadi. Siz ko'proq qaysi o'yinni kutayapsiz? Va keyingi bosqichga qaysi klublar chiqadi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mbappe va Bellingham qaytdi. Real Madrid bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa Kylian Mbappe va Jude Bellingham Chempionlar Ligasida Manchester City ga qarshi safar o'yini uchun tarkibga qaytganini aytdi. Ispaniya klubi birinchi uchrashuvdagi 3-0 hisobidagi ustunlik bilan Etihad stadioniga yo'l olmoqda va safarda ishni yakunlashga umid qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi. Mbappe chap tizzasidagi chozilishdan tiklanganidan so'ng mashg'ulotlarga qaytdi. Bellingham esa chap oyogidagi son orqa mushagi muammosidan keyin safga qaytdi. Arbeloa Mbappe o'ynashga tayyor ekanini, Bellingham ham deyarli to'liq tayyor holatga kelganini aytdi. Bu esa mavsumning eng katta o'yinlaridan biri oldidan murabbiyga ko'proq tanlov imkonini beradi. Arbeloa yulduz futbolchilar qaytganiga qaramay, tarkib uchun raqobat qat'iy bo'lib qolishini aytdi. U hech bir futbolchiga asosiy tarkibdagi o'rin kafolatlanmasligini ochiq aytdi va muntazam daqiqalar mehnat bilan qo'lga kiritilishini qo'shimcha qildi. Murabbiy yosh futbolchilarni ham maqtadi va har bir o'yin uchun eng mos keladigan 11 futbolchini tanlashini aytdi. Real Madrid bosh murabbiyi birinchi uchrashuvda Erling Haalandni zararsizlantirgach, uni yana to'xtatish qanchalik qiyin bo'lishiga ham to'xtaldi. U o'sha bahsda hat-trick qayd etgan Federico Valverdeni maqtadi va Mbappe hamda Bellingham guruhga qaytgan bo'lsa ham, yarim himoyachi o'z rolida erkinlikdan foydalanishda davom etishini aytdi. Arbeloa bosim va o'z kelajagi haqidagi savollarni ham chetga surdi. U faqat navbatdagi o'yinga e'tibor qaratayotganini aytdi va Real Madrid mavsumning hal qiluvchi bosqichiga kirar ekan, o'zi uzoq muddatli fikrlash bilan ishlayotganini ta'kidladi. Mbappe Realga o'tmaganida qaysi klubda qolishini aytdi. Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe agar 2024-yil yozida Ispan Grandiga o'ta olmaganida faoliyatini qayerda davom ettirishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Men Parijda 7 yil o'tkazdim va bu men uchun katta sharaf edi. Balki men bu haqda yetarlicha gapirmaganman yoki ko'rsatmaganman, ammo men har doim qayerdan chiqqanimni va Parij qanchalik buyuk klub ekanini unutmaganman. Men doimo bu Fransiyadagi eng katta klub va dunyodagi eng yaxshilardan biri ekanini aytganman. Keyin men dunyodagi eng katta klub Real Madridga o'tdim. Ammo har doim shuni ta'kidlaganmanki, men Parijni faqat shu klub uchun tark etishim mumkin edi. Agar Realga o'ta olmaganimda, butun faoliyatimni Parijda o'tkazgan bo'lardim. Men bu klubda o'ynashni orzu qilganman va bu orzum amalga oshganidan juda xursandman. Men doimo parijliklarning o'yinlarini kuzataman. Jamoada do'stlarim bor va hozir ular juda yaxshi o'ynashyapti, dedi Mbappe On Football nashriga bergan intervyusida. Joriy mavsumda 27 yoshli hujumchi barcha turnirlarda 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 38 ta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingida Husanov yetakchilik qilmoqda. Futbol transferlari va bozor qiymatlarini kuzatib boruvchi nufuzli transfer market portali so'nggi paytlarda bir qator milliy chempionatlar, jumladan Angliya Premyer Ligasida top surayotgan futbolchilarning transfer baholarini yangiladi. Ushbu yangilanishlar ortidan turli sport nashrlari ham qiziqarli tahlillar tayyorlamoqda. Xususan, futbol yangiliklarini yoritib kelayotgan Vietnamning Znews Mun portali jahonning turli ligalarida faoliyat yuritayotgan Osiyo qit'asidan chiqqan eng qimmat futbolchilar ro'yxatini tuzib chiqdi. Ushbu reytingga kiritilgan 8 nafar osiyolik charm-top ustalari orasida Yevropa chempionatlarida o'z iqtidorini namoyon etayotgan, muxlislar e'tiborini qozongan va transfer bozorida yuqori baholanayotgan yulduzlar bor. Abduqodir Husanov reyting peshqadami Osiyo qit'asining eng qimmat futbolchilari ro'yxatida O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov birinchi o'rinni egallab turibdi. Hozirda Manchester City safida o'ynayotgan markaziy himoyachi o'zining tezkorligi, maydondagi vaziyatni aniq baholash qobiliyati va himoyadagi ishonchli harakatlari bilan mutaxassislar e'tiborini tortib kelmoqda.
Transfermarkt ma'lumotlariga ko'ra, Husonovning transfer qiymati 35 million yevro atrofida baholanmoqda. Bu ko'rsatkich nafaqat uning hozirgi formasini, balki kelajakdagi ulkan salohiyatini ham aks ettiradi. Shu tariqa u ayni paytda Osiyo qit'asining eng qimmat futbolchisi sifatida qayd etilmoqda. Keyingi o'rinda Takefusa Kubo, Yapon futbolining porloq yulduzi, reytingda ikkinchi o'rinni Yaponiya milliy jamoasi va Real Sociedad klubi hujumchisi Takefusa Kubo egalladi. Yapon futbolchisi 30 million yevroga baholanmoqda. Kubo o'zining yuqori texnikasi, tezkor driblingi va hujumdagi kreativ harakatlari bilan mashhur. So'nggi yillarda u Yapon futbolining eng yorqin va barqaror yulduzlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Keishu Sano, intizomli yarim himoyachi, 3-pog'onada yana bir Yapon futbolchisi, Keishu Sano joylashgan. U Bundesligada Mainz jamoasi safida harakat qiladi va uning transfer bahosi 25 million yevro deb belgilangan. Sano tayanch yarim himoyachi sifatida to'pni olib qo'yish, raqib hujumlarini bartaraf etish va maydonda intizomli harakat qilish bilan ajralib turadi. Lee Kan-in, Parijdagi koreyalik playmaker, Janubiy Koreya vakili Lee Kan-in ham xuddi shu 25 million yevrolik bahoga ega. Hozirda u Fransiyaning mashhur klubi Parij safida to'p surmoqda. Lee Kan-in ajoyib individual texnikasi, hujumlarni tashkil etishdagi kreativ fikrlashi va samarali playmakerlik mahorati bilan tanilgan. Kaoru Mitoma, Premyer Ligadagi xavfli qanot hujumchisi, Angliya Premyer Ligasida o'ynayotgan yana bir Yapon futbolchisi Kaoru Mitoma ham 25 million yevroga baholangan. U o'zining yuqori tezligi, texnik harakatlari va dribling mahorati bilan raqib himoyachilarga muntazam muammo tug'dirib kelmoqda. Kim Min-ja, Yevropada tanilgan himoya devori. Janubiy koreyalik markaziy himoyachi Kim Min-ja ham 25 million yevrolik transfer bahosi bilan reytingda 6-o'rinni egallab turibdi. Risu Doan, universal hujumkor futbolchi, Yaponiya milliy jamoasining hujum yulduzi Risu Doan ham transfermarkt mutaxassislari tomonidan 25 million yevroga baholangan. Hozirda u Germaniyaning Eintracht Frankfurt jamoasi safida harakat qiladi. Doan tezligi, hujumlarni yakunlashdagi mahoratli harakatlari va turli pozitsiyalarda o'ynay olishi bilan ajralib turadi. Sion Suzuki, yosh va istiqbolli darvozabon, reytingdagi yana bir futbolchi, Yaponiya milliy jamoasi darvozaboni Sion Suzukidir. Uning transfer bahosi 20 million yevroga teng. Hozirda Suzuki Italiyaning Parma klubi safida to'p surayotgan bo'lib, bir nechta yirik Yevropa jamoalarining qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Osiyo futbolining yangi yulduzlari, mutaxassislar fikricha, bu reyting Osiyo futbolchilarining Yevropa maydonlaridagi nufuzi va ta'siri ortib borayotganini yana bir bor ko'rsatadi. Ayniqsa, o'zbekistonlik himoyachi Husonovning reytingda yetakchilik qilishi mamlakat futbol muxlislari uchun katta faxr va kelajak uchun katta umidlar uyg'otmoqda. Futbol ixlosmandlari esa bu yulduzlar kelgusida yanada katta klublarga o'tishi va jahon futbolida yangi sahifalar yozishini intiqlik bilan kuzatishimiz aniq. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.